Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, 2025-yil 27-mart sanasi, Ramazon oyini 27-kuni barchalarga xayrli va barakotli bo'lsin. Sport bilan 100 kun nomli challenge'imizni 9-kunidamiz. Sizlar bilan 678 qoidasi haqida gaplashamiz. Qoidani foydalari, nimalarda qo'llash mumkinligi, hamda yana ba'zi bir narsalar bo'yicha gaplashib o'tamiz. 678 qoidasini ustozimiz Muhammad Ali Shonqulov tavsiya qilgandilar. Asosan diqqatni jamlashga, kechki paytda uxlolmaydigan insonlar bu qoidani amalda qo'llab ko'rsa, uxlashiga ham foyda keltiradi. Ya'ni ko'plab foydalari bor. Qanday qoida desa, 6 sekund xotirjam nafas olasiz, chuqur. 7 sekund shuni tutib turasiz, ya'ni og'zingizni ushlab turasiz. 8 sekund shuni chiqarasiz. Shu asnosida 1 minut yoki 3 minutgacha qilsangiz samaraliroq bo'ladi. Foydasi yaxshilanadi. Asosan inson, ya'ni zararli odatlardan voz kechishda ham qulay narsa ekan bu. So'z aytganda, agar nikotin haqiqatdan foydali narsa bo'lganda tibbiyotda qo'llanilardi. Ya'ni inson nima uchun chekkan paytida tinchlanadi degan savolga 678 qoidasi. Ya'ni inson chekkan paytda orqa miyagacha havo boradi, ya'ni chuqur tortganida. Hozir aytganimizdek 6 sekund nafas olganda ham insonning orqa miyasigacha kislorod yetib boradi. Shuning uchun tinchlanadi. Endi tutib turadi 7 sekund, 8 sekund chiqaradi. Sigaret chekkanda ham yoki tamaki chekkanda ham yoki boshqa narsa bo'lsin, o'sha narsa insonni orqa miyasigacha yetib boradi. Ya'ni kislorod bilan to'yinganligi hisobidan tinchlanadi. Buni nikotindan deb olishadi. Aslida unday bo'lmaydi. Shu oddiy nafas olishimiz to'g'rilanishidan miya tinchlanadi. Navro'may Turdiyev ustoz aytardi. Dominantalar bor miyada, ya'ni odatlar, qaramli o'rganib qolgan bo'ladi miya. Masalan, sizni chekishga bo'lgan dominantalaringiz chekmaydigan dominantalaringizga qaraganda baquvvatroq bo'ladi. Oddiy qilib aytsak, chekishga bo'lgan tomirlaringiz yo'g'on bo'lsa, chekmaslikka bo'lgan tomirlaringiz ingichkaroq bo'ladi. Buni qanday to'g'rilash mumkin desa, har kuni shu chekish zararligi haqidagi videoroliklar yoki bir matnlar yoki gazetadan bo'lsa yoki kitobdan bo'lsin, shunaqa videolar yoki narsalar o'qish kerak, tavsiya qilinadi. Asta-sekinlik bilan zararligi miyaga, ya'ni ong ostiga o'tib boradi. Haqiqatdan bu noto'g'ri narsaligi tasdiqlagandan keyin miya u dominantalar, ya'ni chekmaslikka bo'lgan dominantalar ham kattayishni boshlaydi. Tomirlar yo'g'onayadi. Yo'g'onlashgandan keyin narigi tomir kichrayib, istaklab pasayadi. Asta-sekinlik bilan tashlab yuborish mumkin. Ya'ni yuksalishidagi ustozimiz aytardi, velosipedda katta tezlik bilan balandlikdan tushyapsizlar dedi. Birdaniga tormoz bossanglar nima bo'lardi dedi. Aytardiki, katta ehtimol bilan yiqiladi, dumalab ketadi old tomonga. Shuning uchun endi faraz qilinglar, yo'lda ketyapsizlar, sekinlik bilan bosdinglar, to'xtaysizlar desa to'xtaymiz. Ya'ni birdaniga tashlash qiyin bo'ladi. Shuning uchun bir pachka chekayotgan inson tavsiya 20 ta bo'lsa bir qutini ichida. Ana shuni 10 taga tushirish kerak. Kuniga bittadan ozaytirib borsa ham o'zi 20 kunda tashlasa bo'lar ekan. Shuna qilib tashlab olish kerak. Asosan inson o'ziga ham bog'liq. Tashlayapman deb o'zini yoki boshqalarni aldab yurish kerak emas. Shunday 20 kun davomida tashlab olsa bo'ladi ekan. Ya'ni roliklar ko'rish tavsiya etiladi, ya'ni video roliklar. Buni haqiqatdan sog'liq uchun zararligi haqida. Nima demoqchi edim? Ha. Ustoz aytardiki, Muhammad Ali Shonqulov, agar bironta chekayotgan insonning oldiga borib turib, siz derdi,
chekish zarar desangiz, u sizga deydi 2 soatlab ma'ruza o'tib berishi mumkin. Chekish zararligi haqida. Nima uchun? Tasholmayotgani. Sababi shu, hozir aytganimizdek, dominantalari yo'g'onlashib ketgan, ya'ni odatga qaramlik yuzaga kelganligi tufayli uni tasholmayotgan bo'lishadi. Sigaretdir, nosdir yoki boshqa zararli odatlardir. Asta-sekinlik bilan tashlab yuborsa bo'ladi. Lekin birdaniga tashlasa nima bo'ladi desa, birdaniga tashlasa, o'sha aytganimizdek, velosipedda katta tezlik bilan tushib ketayotganda bitta bossa, ya'ni bu narsani qaytib qilish ehtimoli yana yuqori bo'ladi. Uyda tashlab turib, 3 kundan keyin yana boshlab yuborish mumkin. Shuning uchun asta-sekinlik bilan tashlanadi. Keyin bu yo'lga qaytib kerilmasa yaxshi bo'ladi. Bu bir tavsiya, amal qilsanglar sog'lig'inglarga ancha foydasi bor. Imtihondan oldin ham shu 678 qoidasini qo'llasanglar yoki dars qilishdan oldin yaxshi bo'ladi derdi ustoz. Shuni amaliyotda qo'llab ko'ringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.